Toshkent Chorsida shu oshdamiz. Mana mehmonga keldilar Saboychi akamiz. Oling aka, sizni mantizdan olma, mana yeyman mana undan. Kelmasa bo'lmaydi. Bismillah. Ishtahani ochib olamiz. Haqiqiy Jaydarskiy mana. Jaydarskiy mashina bo'ladi o'zi. Mashina sog'lom bo'lib yurishda sirlari shu yerda. Boshqa siri yo'q-a? Boshqa siri yo'q. Mashinadan urish kerak. Aka smetanadan nima edi? Sutchini smetanasiga botirib yeymiz mantilarni. Smetana ketdi. Yeb. Bitta kirib ketdi. Ishla. Lekin mantilar dahshat ekan. Mana o'zim bitta qani. Smetanaga botirib yeysizmi? Bismillah. Lekin mazasiga gap yo'q manti. O'zim mantini yaxshi ko'raman-da. Biza asosiy menyumiz oshimiz. Qani oshimizdan tatib ko'ring. Toshkent osh. Kampirlarni qo'shilgan ekan, achchiq bo'lmasa. Kampirlar. Albatta, ana Saboychi akamizdan o'rganib. Aytdim-ku, bolgarskiy bu. Achchiq yo'q-a? Chesnoydi-chi? Chesnoy matcha bo'lsa kerak. Bolgarskiy akam. Tepada bor. Osh qanaqa? Oshga baho bering. Osh 12 ming so'm. Butun hamma filialimizda. Oshda mazasiga gap yo'q, lekin mana ovqatlarni ham yeyishim kerak. Oshni olib turamiz. Bor. Yoshlikni eslatib yuboradigan manti bo'libdi o'zi ham. Bilasizmi? Shashlilarimizga baho bering. Shashlilarimiz ham menimcha unaqa qimmat emas. 14 ming shunaqa narxlar. Unaqa qimmat emas. Mazasi lekin ancha-muncha odam maqtab ketyapti uni. Men mana undan bittasini tatib ko'raman. Bismillah. Qani aka. Bundan bitta gating. Mazasiga gap yo'q. Bitta bundan ham tatingdaki. Oling. Tamam, tatingchi. Tanlashi boshqacha o'zi. Sochni, bilasizmi? Bana qo'ydim. Qaysi biri endi? Qiymami yo o'ramami? O'rama. O'rama sochniroq qiymadan ko'ra. Ha. Hozir mana shashlilarimizni ko'rib turib aytayaptilar, qattiq pishgan deyaptilar. Qani yeb ko'rib bitta baho berasiz. Qani. Qattiq bo'lsa ekan? Ko'rinishi san nima bo'lgani bilan, lekin mazasi ham, bunaqasi ham zo'r, xudo xolasa. Go'shtlari ham mazali go'shtlar ekan. Mesniy go'sht bu. Xudo xolasa, fonni o'zim ustida qarab turibman o'zi. Fonni. Sog'. Mastavalarini alohida maqtashdi.
Hali aka. Zo'r. Narxi ham zo'r aka. Albatta, nima zo'r aka? Mazasiga ham qaraymiz e'tibor. Narxiga ham. Narxi Toshkentda yo'q narx 12 ming so'm. Oshimiz ham 12 ming so'm. Любой joyga borib ko'rasiz, bunaqa narxda yo'q. Kim bu videoni ko'rib ishtahasi ochilib ketgan bo'lsa, kelaverasizlar shu oshga. Shu osh deb Yandexga yozsanglar manzillarni chiqib keladi. Aka bitta o'zifga aytib yuboring ovqatlarni mazasini. Ovqatlar mazasiga gap yo'q. Arzon hamda sifatli mahsulotlardan tayyorlangan. Mashinani olmay yoqib ketsan ham ketaveramiz.